Parkent tumani O'choq mahallasida yangi qurilgan 3 qavatli uyimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxi ozgina qimmat bo'lishi mumkin, lekin puliga arziydi. Bu yoqda ham bitta kirish darvoza bor. Narigi bosh tomonda ham yana bitta darvoza bor. Ko'rganingizda mana hali remontdan chiqmagan, tayyor qurib qo'yilgan. Uyimiz umumiy 4 sotiq, 2 sotiq hovli qolgan, 2 sotiqga qurilish qilingan. Hovlida quduq qazib chiqarib qo'yilgan. Suvdan hech qanaqa muammo yo'q. Filtr qo'yib ichimlik suvi sifatida ishlatsa ham bo'ladi. 5 vaqt azonning ovozi eshitilib turadi bu yerga. Ko'cha tomondan kirib kelganda birinchi qavat deb o'ylaysiz, lekin aslida bu ikkinchi qavat. Bu uchastkamizdan bog'cha sifatida yo bo'lmasa biror bir ishlab chiqarish sexi sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Mana 3-qavatimizga ham chiqib oldik. Katta zal. Taxminan 28 ga 7. 3-qavatdan butun Parkent tumanini tomosha qilsanglar bo'ladi. Havosi toza, mana hamma yashil daraxt. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari bilan uzoq tortishib 135 mingga tushira oldik. Videoga bitta like bosib, eng yaqin insonlaringizga yuborib qo'ying.